Azizlar, gapirayotgan gapimiz yo dunyoyimizga foyda bersin, yo oxiratimizga. So'zlarimizga qaraylik, qaysinisi bo'lyapti bugun? Soatlab gaplashib o'tirgan do'stlarimiz davrasidagi suhbatlarga nazar solaylik. Yoki bo'lmasa biror bir anjuman yoki boshqa joy, qayer bo'lsin. Ba'zan soatlab ketgan vaqtimizni oxirida sarhisob qilsak, na dunyoga, na oxiratga foyda bo'lmagan bo'ladi. Mana shu gaplarni maloyani deydilar Rasulimiz alayhissalom. Mana shu gaplarni, mana shunaqa foydasiz, keraksiz gaplardan chetlagan odamning islomi go'zaldir deyaptilar-da payg'ambarimiz alayhissalom. Islomingizni go'zal qilmoqchi bo'lsangiz, go'zal musulmon bo'lmoqchi bo'lsangiz, azizim, bekorchi gaplardan, keraksiz gaplardan o'zingizni ehtiyot qiling. Hammamiz o'zimizni bir sarhisob qilaylik azizlar. Bir o'zimizga insof nazari bilan qaraylik. Keyingi paytlarda odamlar bilan bo'ladigan suhbatlarda manfaatlik so'zlarni topish juda nodir holat bo'lib qoldi. Uyda bo'lsin, ishda bo'lsin, ko'cha-ko'ydagi gurunglarda bo'lsin. Avvallari yoshi keksa odamlar bilan o'tirib gaplashishlik zavq berar edi. Agar biror yoshi ulug' inson bilan o'tirib suhbatlashsangiz, u odam o'zini hayotini aytib berishligi ham siz uchun bu dunyoning bir katta maktabi edi. Kim bilan gaplashishni ham bilmay qoldik. Hatto yoshi ulug' odamlar bilan gaplashganda ham Alloh kechirsin, gap faqat g'iybat, ig'vo va boshqa noloyoni gaplardan boshqa gap yo'q. Shunday ekan, bizlar azizlar, so'zimizni yaxshilik tomoniga burishni o'rganishimiz kerak. Bolalarimizga ham shuni o'rgatishimiz kerak. Uyimizda o'tirganda buni boshlashimiz kerak. Bugun hammamiz uydagi suhbatimizni ko'z oldimizga keltiraylik. Ko'chada ehtimol o'zimizni nazorat qilarmiz. Qayerdadir o'tirishlikda boshqalar qarab turibdi-ku menga deb o'zimizcha so'zlarimizni boshqacharoq aytishga harakat qilarmiz. Lekin odam uchun eng erkin holat bu uning uyi, yaqinlari davrasi. Qarang, farzandingiz sizni gapingizdan dunyosi va oxirati uchun manfaat olyaptimi? Suhbatingiz nimadan iborat bo'lyapti? Kimidir tijoratdagi yutug'i haqida gaplashasiz, yoki kimidir martabasi haqida gaplashamiz, yoki qaysidir bir oilaning muammosi. Endi hozir eng yaxshi suhbatlardan bittasi bu Instagram orqali bitta oilani topib olib faqat shuni muhokama qilish bo'lyapti. Hatto oila davrasida ham. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut" dedilar. Kim Allohga iymon keltirsa va oxirat kuniga iymon keltirsa, yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa sukut saqlasin dedilar. Azizlar, gaplarimiz manfaatli bo'lsin. Agar gapirayotgan gapimiz yaxshi gap bo'lmasa, yaxshi sukut saqlashimiz biz uchun manfaatliroq. Chunki insonni do'zaxga yetaklaydigan eng birinchi narsa bu til, gap. Bir hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalomdan marhamat qilinadi. Inson ertalab uyg'onganida butun a'zolari tilga qarab aytar ekan: "Ey til, sen to'g'ri bo'l. Sen to'g'ri bo'lsang biz ham to'g'rimiz. Sen egri bo'lsang biz ham egrimiz" deyar ekan a'zolar. Tilimizni to'g'rilasak azizlar, keraksiz gaplardan o'zimizni olib qolsak, ana o'shanda biz hadisga muvofiq oxiratga va Allohga iymon keltirganlar qatorida bo'lamiz.